Voy, vashcha yashayveradigan joylar ekan-a. Ha, chiroyli ekan. Mana shu yerdan 2 xonali seksiya olaman-da, shu yerda uylanaman. Oliy uylanmayman. Yip, amaki, bale zalimentini to'lashga pulingiz yo'q-ku. Bir yildan bas dadan to'laylar. Qaysi pulingizga olmoqsiz uyga? Men so'rab surishtirdim. 60 oyga uyni bo'lib berishyapti. Bosh to'lavim yo'q ekan. Keldi, yur kirib ko'ramiz. Yuring. Wow, uyda remontga yetib o'rdilar. Oylik to'lab boshlasam, ertadan yashaveramanmi? Ya bu tayyor uylarda bosh to'lovi bor. 60 oyga bo'linib to'laydigan uylar endi qurilyapti, endi bitadi. Bo'xcha maktablar ham vashcha chiroyli tushgan ekan-a, odamni o'g'li eskib ketyapti. Bizdan uy sotib olgan odamlarning farzandlariga skidka qilib beramiz bog'cha maktablar. Sizlarda uy sotib olgan odamlarga sovg'a bormi? Ha, sovg'ani zo'ri bor. Toshkentdagi loyihamizdan yana bitta uy yutib olish mumkin. 14-noyabr kuni kechki soat 8 da batafsil ma'lumotni olsangiz bo'laveradi. Qayerdan? Instagram profilimizda link bor. O'sha ustiga bossangiz, Telegram kanalga o'tasiz. O'sha yerda onlayn taqdimot bo'ladi. Ahoy کنیم چیکار کنیم ناز بدن